Oson lekin kuchli duo. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zolimin. Qiyin kunlarda buni ayting. Ma'nosi: Allohim, sendan o'zga najot beruvchi yo'q. Sen barcha nuqsonlardan poksan. Men esa o'zimga zulm qilganlardan bo'ldim. Faqat sening yordaming bilan bu qiyinchilikdan chiqa olaman. Mushkulni oson qiluvchi 3 ta asosiy foydasi. Chiqish yo'li, ya'ni najot. Eng og'ir, hatto imkonsizdek tuyulgan vaziyatlarda kutilmagan yechimlar eshigini ochadi. Ruh xotirjamligi. Qalbni siqayotgan g'am, tashvish va qorong'ulikni haydab, o'rniga xotirjamlik va umid beradi. Ijobat kaliti. Bu duo bilan boshlangan iltijo Alloh huzurida to'siqsiz qabul bo'ladi. Chunki unda ham tavbat, ham Allohni ulug'lash bor. O'zimizda bor narsalarga shukr qilaylik azizlar. Agar video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosib obuna bo'ling. Salomat bo'ling.